Shu videoni Sergelida turib kottej olaman degan insonlar bo'lsa, aynan shu kottejni talash qilib olsa kerak. Chunki shunday yonganamizda masjid. O'zi bilasiz, Sergeli tumanida juda kam masjidlar qurilgan. Aynan shu masjidning oldida yashayman deganlar bo'lsa, niyat qilganlar bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar. Sizga bitta zo'r absolyutni baqvat qurilgan bitta kottejimizni ko'rsatib beraman. Aynan shunaqalardan bittasi. Bitta ko'rib chiqinglar, baho beringlar. 40 yil urishimizda bitta bemalol bitta mashina kiradigan joyimiz bor. Qo'shimchasiga bu yog'imizda mana litni kuxnyalar o'rnatib qo'yilgan. Tashqaridagi sauzillariga bitta baho berib qo'yinglar. Undan tashqari bu xonadonimiz o'zini pastda podval ham mavjud, ya'ni yer to'la. Ko'pchilik kottejlarda bo'lmaydi. Ayni damda shuni aytib o'tishim lozimki, bunisida podvali bor, podvali yo'g'i ham bor. Unda narxi sal arzon, 10 mingga. Endi esa xonadonni o'zi bilan bitta tanishtirib o'taman. Kelurishimizda qarayda qanaqangizani xulq bo'ladi. Ko'rkam, chiroyli, cho'qli qo'lli qilib qo'yilgan. Undan tashqari bu xonadonimizni siz ipoteka orqali ham xarid qilishingiz mumkin. Ya bo'lmasa yana domingiz bo'lsa barterga ham gaplashib ko'rishimiz mumkin. Buni endi uy egalaridan so'ramasdan aytolman. Sababi o'zim o'sha domingizni sotib, qo'shib chatib bir nima qilsangiz, men o'zim buni xarid qilishga yordam beraman. Savdosida ham o'zimiz turib, talashib, tortishib bir nima qilamiz degan umiddamiz. Endi esa bu yo'lga o'tganimizda qaranglar, zalimiz bo'lyapti. Mehmonlar bemalol kutib olasiz. Mehmon do'st oilalar bo'lsa, mana shoshib qolinglar. Mana shaqasiga bunaqasi kamdan kam chiqadi. Bu yo'lga o'tganimizda mana ko'rdinglar, 40 kilo urishimiz qo'lni bu yoq tarafidan ko'rinishi juda chiroyli chiqqan. Endi esa oshxonaga kirib boramiz. Oshxonamizga bitta rasm solinglar. Kuxunli mebellar o'sha joy-joyiga qo'yib qo'yilgan. Bunisi mebellari bilan sotilyapti. Nargisi pustoy holatida tag'inamchi olaman siz bir nima bonusiga qo'shtirib beraman podvalsizini. Bu yo'lga o'tganimizda esa sirkulyatsiya uchun bo'sh joy qoldirilgan do'stlar. Endi esa ikkinchi qavatga chiqib boraveramiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilib borarkanmiz, bu yog'imizda 3 ta xona, hamda bitta saunzilimiz bo'lyapti. Bu yoqda farzandlar uchun mo'ljallangan detskiy xonamiz bo'lyapti. Do'stlar, qaranglar, qanaqa ranglardan foydalanilgan. Hamma xonalar svetli xona. O'sha hisobga ham svetli xonadan foydalansangiz, uy qanaqadir kengroq ko'rinadi. Bu yo'lga o'tganimizda esa bu xonamiz nima deb o'ylaysiz? Prям zali tepasi bu spalni. Katta spalnilarda yashashni niyat qilganlar bo'lsa, bitta oluvchilarni kommentariyalarda. Endi esa bu yo'lga o'tamiz. Bu yo'g'imiz mana saunzil. Prям podключ. Kirasiz-u, yashaysiz bu xonadonga kirib. Endi bu yo'lga o'tamiz. Bu yo'g'i qaranglar, yo'q xolasangiz kabinet qilib qo'ying, xolasangiz spalni qilib qo'ying, xolasangiz zal qilib qo'ysangiz ham bo'ladi mehmonlarni kutib olish uchun. Ayollar, erkaklar отдельный xudoylar, to'ylar, yaxshi kunlaringizda zo'r xizmat qilib beradi. Xullas, 1-2 sotuvga qurilgan, yana qo'shimchasiga qo'li bilan hisoblaganimizda 5 xonadan tashkil topgan, Sergeli Tor Qipchoq mahallasida joylashgan ipoteka